Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz karvon hostidagi buyurtmalarni boshqarishni batafsil ko'rib chiqamiz. Buyurtmalarni ko'rish, kuzatish va ularning holatini o'zgartirish, shuningdek narx ma'lumotlari va mijozlar haqidagi ma'lumotlar bilan ishlashni o'rganasiz. Buyurtmalar bo'limi bu bron qilish bilan ishlash uchun asosiy vositangiz. Bu yerda karvon platformasi orqali olingan barcha buyurtmalar ro'yxatini ko'rasiz. Har bir buyurtma uchun uning noyob raqami, joriy holati, narxi va mijoz haqidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi. Buyurtma tafsilotlarini ko'rish uchun shunchaki ustiga bosing. Ochilgan oynada quyidagilarni ko'rasiz. Buyurtma holati, buyurtmaning bajarilish bosqichi. Buyurtma narxi, xarajatlar taqsimoti va to'lov shartlari. Mijoz tafsilotlari, ism, aloqa ma'lumotlari va bog'lanish uchun zarur qo'shimcha ma'lumot. Har bir buyurtma bir nechta bosqichlarni bosib o'tadi. Yangi buyurtma tizimga kelib tushganida. Qabul qilindi. Qabul qilish tugmasini bosish sizning bajarishga niyat qilganingizni tasdiqlaydi. Jarayonda xizmat ko'rsatish boshlanganda buyurtmani boshlash tugmasini bosing. Tugallandi. Xizmatni ko'rsatib, barcha operatsiyalarni yakunlagach, buyurtmani yakunlash tugmasini bosing. Ba'zi hollarda buyurtmani qolda yaratish zarur bo'lsa, buyurtma qo'shish funksiyasidan foydalanishingiz mumkin. Xizmatni tanlash, mijoz ma'lumotlarini kiritish va bron narxini belgilash kabi barcha majburiy maydonlarni to'ldiring va buyurtmani saqlang. Bu standarti oqimdan tashqarida yuzaga kelgan bronni tezda qo'shishga yordam beradi. Ba'zan buyurtmani bekor qilish zarur bo'lishi mumkin. Karvon hostida bekor qilish quyidagi hollarda amalga oshiriladi. Buyurtma hali yangi buyurtma bosqichida va qabul qilinmagan bo'lsa. Xizmatni bajarishga to'sqinlik qiladigan murakkab sharoitlar yuzaga kelsa. Muhim. Buyurtma tasdiqlanib, jarayonda bosqichiga o'tganidan keyin bekor qilish imkoni yo'q. Bekor qilishda tizim bekor qilish sababini kiritishni so'rashi mumkin. Tegishli maydonni to'ldiring va tasdiqlang, shunda buyurtma bekor qilingan holatiga o'tadi. Buyurtma narxi yorligi bronning barcha moliyaviy tarkibini ko'rishga imkon beradi. Bu yerda ko'rsatiladi. Buyurtmaning umumiy narxi. Narxning batafsil bayoni, asosiy summa, qo'shimcha xizmatlar va qo'llanilgan chegirmalar. To'lov ma'lumotlari agar buyurtma qisman to'lov yoki oldindan to'lovni o'z ichiga olsa. Mijoz bo'limida buyurtmani bergan shaxs haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bu tafsilotlarni aniqlash zarur bo'lganda mijoz bilan bog'lanishga yordam beradi. Mijozning buyurtma tarixini va uning afzalliklarini kuzatishga imkon beradi. Ushbu ma'lumotlardan xizmat sifatini yaxshilash va so'rovlar bo'yicha tezkor javob berishda foydalaning. Shunday qilib, karvon hostida buyurtmalarni boshqarish quyidagilarni o'z ichiga oladi. Buyurtma tafsilotlarini ko'rib chiqish va tahlil qilish. Buyurtmalarni qabul qilish, boshlash, yakunlash va zarur bo'lsa bekor qilish. Narx ma'lumotlarini tekshirish va mijozlar haqidagi ma'lumotlar bilan ishlash. Buyurtmalarni samarali boshqarish yuqori xizmat darajasini saqlash va mijoz so'rovlariga o'z vaqtida javob berishni ta'minlaydi. Agar savollaringiz bo'lsa, doimo yordam bo'limi yoki karvon host qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Umid qilamizki, bu video karvon hostidagi buyurtmalarni boshqarish funksiyalarini tushunishingizga yordam berdi. Platformaning barcha imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish uchun bizning o'quv materiallarimizni kuzatib boring.